Assalomu alaykum hurmatli birodarlarim, yaqinlarim, mehribon do'stlarim, xona qarindoshlarim. Prezidentimga ma'lumot bermoqchiman-da. Ular ko'p narsalarni bilmaydilar. Bilish uchun unga nima deb, agar men aytmasam bilmaydilar deb shuni aytmoqchiman. Mana ertalab vaqtli turdim bontatdan keyin. Mana buni oldingi yillarga ekkan ana uzumlarim mana rosa chiroyli ko'kardi ana. O, nariyoqacha oxirigacha shu joylarni obod qildim. Mana bu tosh, mana bu tosh. Mana bu yerda ana unisi, o nariyoqda turgan nimasi tegi beton, hatto tosh bo'yatibdi. Endi mana shu yerda mana o'tirishadi, bolalar o'ynashadi. Mana bu detskiy plashatkaga ham mana anaqa ozgina hissam qo'shildi. Shunga harakat qildim. Shu yerga kelib, mana bolalar o'ynaydigan joy qildim. Endi mana bu yerda musorxona bor. Prezidentim aks qilyapmiz, boryapmiz, hokimga boryapman. U hech kim hech narsa qilib bermas ekan deb yo tarafidan, nariyo tarafdan qiyinchiliklar ko'p. Endi oldim mana shu musorxona. Musorxonada tualeti ishlamaydi, suvi yo'q. Bu har doim suv olib keladi, baklash keladi. Qiyinchilik, bunga o'ziga sharoiti yo'q mana. Mana bu. Keyin hozir kun isigandan keyin pashsha ko'payib ketadi. Shu anaqa prezidentim mana o'sha yerdan olib chiqqan toshlarni mana yoqqa sovyapman. Nariyo tarafidan ko'laganimda prezidentim masjidlarga mana shunaqa mana toshlarni sovyapman mana. Mana shu toshlarni hammasini nariyodan oldim. Mana shu toshlarni hammasini o nariyoqacha tosh. Bu endi bugun emas, anchadan beri harakatim bor. Ertalab azonda turdim. Onda to'qiganimdan keyin ko'chat ekdim. 18 ta olma ko'chat ekdim. Kecha olib kelishgan edi. Endi mana bu yerda mana prezidentim mana bu beton mana bunisi. Mana betonda tosh. Buni toshini olib, yerlarini to'g'irlab, mana ertalab mana shu oxirigacha mana shu nimalarni ekdim. Qarang endi. Prezidentim sizga bir narsani ma'lumot qilib bermoqchiman. Obod qilsam, chiroyli joy qilsam, mana shu joylarni hammasini qildim mana. Latok olib keldim. Ani o'yimni hamma yoq tarafni zax bosib ketgan ekan. Mana yo'lda mana latoklarni hammasini o'zim qildim bu yoqqa. Mashinaga joy bo'ldi o'zi. Ketma-ket o'ziga o'zi qotadi. Mana bu yoq tarafini ozgina chiroyli qilib, mana o'zingiz aytdingizki, obod qilsa yaxshi, hammasini o'y. De mana shunaqa anaqa nimadir yopib qo'yyapti, anaqasini bilmadim nimaga unaqa qilyapti. Mana shunaqa. Mana bularga men buni bugun ekdim. Mana bularni mana bularni hammasini bugun ekdim. Hali suv quyib bugun men ko'chatlarni ekdim oxirigacha. Mana shunaqa qilib. Endi bu yerda men chiroyli joy qilaman. Bu olmani yeymanmi, yemaymanmi? Bu Xudo biladi endi. Nasib qilgani. Chunki balkim olmani yerman, balkim gullaganini ko'rarman. Endi bu hammasi Allohimizdan. Qilgan mehnatimni qadr qiymati bor. Hammasi bor. Bu siz qarorda shundoq qilingki, shu joyi olsin, hokim olsin shetlarni. Berib sotadigan bo'lsa sotsin. Faqat meni mehnatimni rozi-rizosini qiladigan qaror chiqarib bering. Birinchi prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich aytdiki, o'yini biz deyapti. Uni o'rniga bir etaj o'rniga 2 etaj qurdiryapti. Lekin bir etajni pulini to'lab qo'ygan deyapti. Qilgan mehnatini. Ana ko'chada ana go'jalarni joylari, boshqa joylarini, hamma joylarni, avtonomkalarini, hamma yo'g'ini buzyapti. Uni mehnat haqini hokimimiz bermayapti. Nega?
siz qaror chiqarganingizda sizni qaroringiz. Mana sizni pulingizni qidirib, anaqa Shalola mahallasiga 500 million bergan pulingizni qidirib, odamlarga yomon ko'rinib qoldim hokimiyatda. Uni ishdan olib tashladingiz. Menga nima foyda uni ishdan olib tashlaganingiz? Keyin ikkita daraxt, hani qurigan daraxt olaman desam, 10 milliondan 20 million pul so'radi. Nega unaqa qilishadi? Bu ekologiya o'zi nima qiladi? Nariyog'iga 10 tup terak ekdim. Mana bu yoqqa uzum oxirigacha 15 tup uzum ekdim. Mana bu orasida hammasi mana. Mana bu olma bu ham, mana ma'mila ham mana anaqa uzum o'syapti. Oldingi yil ekkanman mana bularni. Shpankalar bular hammasini bularni bu yil ekdim. Hozir ekdim buni. Ko'chat. Mana bu ko'cha olma ko'chatini ham hozir ekdim. Mana shunaqa. Qilgan mehnat pulimni bersin deb kelib bizadigan bo'lsa bizsin. Yuraklarimiz hamma o'tgani nima qilasan mehnat qilib deydi, baribir buni olib qo'yadi deydi. U mani joyim-ku, men harakat qilyapmanmi, men mehnat qilyapmanmi, shu yerda obod qilyapmanmi, meni huquqim yo'qmi? Sen O'zbekiston Respublika prezidenti deyishadi. O'zbekiston Respublika fuqarosi deb gapirmas ekan. Nega shunaqa? Nega endi hamma narsani boshqacha tushunadi? Amal olsa bu xohlagan narsasini qiladimi? Nega? Ko'p narsalarga tushunmayman prezidentim. Sizni anaqa haqorat qilishadi. Men aytmaymanki nimaga? Amma sizdan aytdimki, prezidentim har chiqishimda so'rayman, g'iybat tuhmat qilganga oddiygina bitta qaror chiqarib bermaysizmi? Anaqa 1 barobardan 10 barobarigacha jarima to'laydigan. Hokimlaringiz, prokurorlaringiz qaror chiqaradi-da, uni nima aloqasi bor qarorga? Qaror boshqalar chiqarilgan qaror noqonuniy deydi. Qonuniymi, qonuniy emasmi? Mehnatkash pulini to'lab qonunni ishlatsa, shunaqa qonun chiqarib berishingiz mumkinmi, yo'qmi? Siz aytyapsizki, men senga tovumiya bizgin deb gapirdimmi deb o'zingizni oqlayapsiz. Siz qonun chiqarib qo'ying, bizgani uchun pul to'laydigan qilib qo'ying, bizga odam pulni to'laydigan qiling, kimning qarori bo'yicha pul to'laydi. Mana 10 barobardan 100 barobarigacha jarimasini yozib qo'ying. Hozir tarbiya jarima bo'lib ketdi-ku. Har bitta jarima bu. Keyin endi yana bitta iltimosim shundaki, endi mana jarima mozorlarimizga ishlataylik shu jarimani. Jarimani obod qilish uchun ishlataylik. Mozorga berilsin norozi pul. Birorta rozi odamni topmadingiz. Mana Taradardan jarima to'laydigan birorta rozi odam o'zi yo'q. U o'zi bilmaydi bo'layotgan narsasini. Xohlagan sudga berdim. Sudga men aytdim, bu yerda nima men narushina qildim, kelmaydi. Bular yozsa bo'ldi. Norozi haromi pul-ku, to'g'rimi, prezidentim? Siz norozi pul olmaysiz-ku, yo olasizmi norozi pul? Sizdan olgan pulingizdan norozilar bormi? Qani qarindoshlaringiz, yaqinlaringiz, o'rtoqlaringiz, sizni dushmanlaringiz norozi bo'lishi mumkin. Xalqingiz norozi bo'lmaydi. Anaqa Gulnorani ham anaqani mana anaqa shuncha jinoyat ish qildi yoki menimcha anaqalarni qildi deb gapiryapti-da endi. Xalq pulini oldi deydi. Xalqda qayerda shuncha pul? Xalqda qayerda shuncha tilla? Unda yo'q-ku. U imini men misol uchun o'qimagan bo'lsam ham yaxshi bilaman, meni pulimni olmayapti-yu Gulnora. Endi hamma narsa har xilda endi. Shularni hammasini yo'lga qo'yishni o'ylang, shuni to'g'ri yo'lga qo'yishni bering. Keyin har bitta fuqaroyingizga yer bering. Yer. Siz aytyapsiz, yer bergan, joy bergan deb. Ular hammasi sotyapti-yu. Pul to'lagin deydi. Menga pul to'lagin desa men qayerdan pul topaman? Menda pul yo'q-ku.
Yerga huquqim bor meni. Ota bobolarim, men O'zbekiston fuqarosiman. O'zbekiston Respublika fuqarosiman. Tug'ilganimda men shetda meni do'lam bor, men mulkim bor. Men tug'ilishim bilan menga shu narsalar hammasi menda bor. Kim xohlasa beradi, kim xohlasa bermaydi. Amal olsa hamma narsa uniki bo'lib ketaverar ekan. Mana shu narsalarni anaqa siz anaqa berishingizni xohlayman, bir to'g'ri, chiroyli qaror chiqarib berishingizni xohlayman. Sizni qaroringizni hamma tan olsin, siz borligingizni bilsin, prezidentim borligini bilsin. Mana shunaqa nima desam bo'ladi. Hammalarni yaxshi ko'raman. Hamma xalqim yaxshi yashashini xohlayman. Men mehnat qilmasam, harakat qilmasam, kasal bo'lib o'lib ketaman-ku. Yoshim 74 da. 80 ga kirsam uylanaman, xudo xolisa. Ayolim shunaqa dedi. 80 ga kirsangiz ko'p qaravermang yoshlarga. 80 ga kirsangiz o'ylantirib qo'yaman dedi. Bo'ldi-de. Xo'p, xayr, yaxshiliklarda ko'rishaylik. Hammanglar sog' bo'linglar. Bolalaringlar uchun yashanglar. Umringlarga, rizqinglarga Alloh katta baraka bersin. Alloh akbar.